Hozirgina bemor keldilar. Erkak kishi 63 yoshda. Semiz emas, ozg'ingina sportivniy telosложениеda haligacha ishlab yurgan, bemalol o'zini ishini qilib yurgan odam. Sigaret chekmaydi, ichkilik ichmaydi, sog'lom hayot kechirib yurgan odamni chuqur tomirlarida yaxshigina tromboz. Yoz bo'lganligi uchun, masalan, nimaga unaqa bo'ldi? Ichkilik ichdingizmi? Yo'q. Saunaga bordingizmi? Yo'q. Ya'ni tuppa-tuzuk yurib turgan odamda tekis joyda oyoqda trombozlar hosil bo'lyapti. Shunaqa momentlarga e'tibor berishingiz kerak. Agar sizda Xudo ko'rsatmasin yoki yaqinlaringizda birdaniga oyoqda pastda og'riqlar paydo bo'lib, shishlar bo'lib, tekis joyda mana shunaqa narsalar bo'lsa, albatta birinchi navbatda qon tomirlarini tekshirib, tromboz bormi yo'qligini ishonch komil qilish kerak. Undan keyin nevropatolog, ortoped, qolgan mutaxassislarga borish kerak. Men lecheniyanisini yozib berdim, konsul turuvchi, kompression trikotajlarni hammasini yozib berdim. Bu bemorni yana 2 kundan keyin ko'rikka chaqirdim. Yaxshi, bu odamga yaqinlari bitta borib otabekka tekshirtirib tomirlaringni ko'rsatib qo'ygin deb maslahat bergani uchun kelganlar. Shuning uchun kasalga ham hozir aytdim, o'sha qo'yningda tug'ilgan ekan degan fikrni eshitganmisizdan? Eshitganman. Siz haqingizda gapirilgan shu narsa deb ularga ham hammasini tushuntirib berdim. O'zinglarni ehtiyot qilinglar.